O'rtoqlar, подростковый gruppaga nabor yig'ilyapti. Masalan, 8-9 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan qizlarga o'xot hamma narsani o'rgatiladi. Har taraflama. Mana hozir bolalarni boshqarish qiyin bo'lyapti, bilsanglar. Ko'pchilik bolalarni olib keladi menga. Mani gapimga kirmaydi. Siz aytsangiz, siz gapingizga kiradi deb ko'p necha yildan beri aytishadi. Xo'p, mayli, bolalar telefondan boshini ko'tarmayapti. Telefon bilan ishlayaptimi? Demak, biz bolalarni telefonda boshqaramiz. Yengilliklarni ulashib, ularga motivatsiyalarni berib, chiroyli gaplar bilan ularni chalg'itib, to'g'ri, chiroyli yo'nalishlarni o'rgatib, qiziqtirib, yaxshi holatga olib kelish bolani. Har taraflama, ham ruhiy, ham jismonan, ham sog'lig'i to'g'risida. Har taraflama faqat yaxshi narsalarni berish. Kursni men o'taman, qizim motivatsiya beradi qizlar uchun va trenirovkalarni qizim ko'rsatadi. Asosiy bolalarning salomatligi uchun men kurashaman.